Zohidjon, pasportim qolibdi-da, uka. So'mkamdaligi. Oldi cho'ntagi bo'ladi-yu, tepada bitta zamokchasi bor. Shundan topishib bering, iltimos. Qaytayapman endi yana. Готово до комбинации Turkiston kanalini sınavdı. Proszę üstünde mesleği vaziyette sergiledim. No doctor's order, skirtas, orders. Henry Toledo, Gaiman, please. Do not be late for departure during the stops. Dear passengers, thank you for your attention. Have a nice trip. Этот скорость сейчас вообще ни о чем, да? А? Ни о чем сейчас, пока мы едем. Это он не разгонялся еще? В принципе, нет. Или так стабильно будет ехать? Ну, 100 должен идти. Да? То есть, значит, еще он не У разгонялся. нас в городе. На трассу выйдет, должен. Birinchi ostanovkada to'xtadik. Estoniyaga kirdik. Ketdik dalshi endi. Estoniyaning Tallin shahriga qarab. Sizlarga eng qizig'ini aytaymi? Hali yotoqqa joy gaplashganim yo'q Estoniyada. Tavakkal qilib ketyapman, Xudo bir yo'lga boshlardi. Mana Xudo xolasa Tallinga ham kelib oldik, Estoniyaning poytaxtiga. Спасибо. Endi eng qizig'i boshpana topish kerak-da. Topilib qolar. Qancha? Chiroyli ekan. Shem Riga avtovokzaliga qaragan. Kimda esida bu dinozavrlar? Naryoqda samolyot ham ketyapti. Eng qizig'i 5 gigabayt internet bor. Zaryad to'la. Boshpana yo'q paka. Boshpana topamiz hozirda. Shu местный odamdan so'radim. Sentrga borsang 15 €mi shunaqa deyapti. Ko'rikchi borib. İdeyaga necha? ...2026 yil 2 may Estoniya va Zil. Xullas bitta hostel topdim, bularda joy yo'q ekan. Bitta brat hozir kiyinib chiqaman. Seni boshqa hostelga olib boraman debdi. Решил помочь. Правильно? Ну да. Это я, по-человечески решил помочь тебе, а я не знаю, как они относятся к этому. Посмотрим. Не бесплатно же. Нет, я, в этом я не уверен, ничего не могу сказать. Не, по этому я поводу. имею в виду, я же буду платить, как бы, за деньги буду ночевать. Короче, я буду на узбекском разговаривать, не против? Я не против, конечно, но я не понимаю узбекский. Да. Нет, я для подписчиков. Не вопрос. Короче, bitta brat hostel topib keldim, bularda место yo'q ekan. Endi hozir ikkalamiz ketyapmiz. Boshqa joyda hostel bor ekan, bu bilarkan. Как тебя зовут? Сергей. Сергей. Короче, Сергей решил помочь. Просто так, по-человечески. Привет, скажи, Сергей. Привет, подписчики. Shunaqa gaplar. Короче, hostel topdik. Taksi chaqiryapmiz. Sergey menga даже pul предлагать qilyapti. Yo'q dedim, rahmat, shunchalik yordam berding.
Taksi ketdi tashlab. Endi hostelga joylab olsak. Tak. Taksist Gruziyadan ekan, ismi Rizoy ekan. Hostelni ham topdik ana. Endi kirib joylashib olsak. Zuhriddin Nodirbek aka vitamin mozor bost. Suhbat qizyapti. Soat почти полночь, час. Oldik, kalla pishdi. Endi ketdik. Dalishi sayohatga. Здравствуйте, добрый день. Ключи, пожалуйста. Все, да? Спасибо, всего доброго. Bismillahirrahmanirrahim deb. Cho'pa yomg'ir yog'yapti bu. Dilmurod sayohatga kelganda yomg'ir ham yog'averadi shunaqa. Endi sentrga yetib olishimiz kerak. Sentrdan 5 kilometr uzoqdamiz. Yomg'ir, Maxima magazinga bir kirishchi narx-navolar solishtirib ko'ramiz. Solishtirib ko'ramiz. Latviyadagi narxlarni. Kola 1,5 litrligi 189. Butichkalar почти bir xil. Bananli pirojnim 75, bizda 65, 55 sent Latviyada shular. Qimmat ekan. Men pechenye pirojnicham bu o'zimizda 89, почти 1 euro, 1.35. Tuxumlar. Tuxum qimmat. 3 euro, 299, 10 talik tuxum. Ba'zi narsalar ko'rsatyapman-da biz o'zimiz yeydigan. Kassadan oldik. Tangada to'lish, tanga. Bizdachi ham tangada. Bizdachi nagamiz. Estoniya Yevropaning shimolida joylashgan o'ta qadimiy va go'zal davlatlardan biri hisoblanadi. Hozir men turgan joy Estoniyaning eski shahari. O'rta asrlardan biri zo'r saqlanib keladigan eski shaharlardan biri hisoblanadi va bu eski shahar UNESCOning meroslar ro'yxatiga ham kiritilgan. Texnologiyalarga keladigan bo'lsak, estoniyalik olimlar, aytishniklar, ya'ni hozirgi kunda ozgina urfdan qolgan Skype prilojeniyasini o'ylab topgan, ya'ni Skype ilovasini. Shu bilan birga Yevropada keng tarqalgan taksi agregati, ya'ni Bolt taksi ilovasini ham estoniyalik aytishniklar, olimlar o'ylab topgan.
O'zbekiston bilan Estoniyani bog'lab turadigan ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, deyarli yo'q. Faqat shu SSSR paytida, ya'ni sobiq soyuz paytida bitta tarkibda bo'lgan O'zbekiston bilan Estoniya. Adashmasam 2022-yillarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan davlat xizmatchilari, ya'ni aynan hokimlarga nisbatan ko'p tanqidiy fikrlar bo'lardi. Sport bilan shug'ullaninglar, ya'ni qorin qo'yavermanglar degan fikrlar ko'p eshitganman. Internetda ham ko'p yuradi. Men hozir Yevropani Estoniya davlatida, ya'ni poytaxti Tallindaman va shahar hokimligi. Bu yerda menimcha hech kim qorin qo'yavermasa kerak. Nima qilyapti bu hayvon? Qo'rqmaganmi? Qara buni. Kishi. Shubam ketmaydi. Sen nega qochmaysan? Ha bu bechara. Yo'qotib qopti-da. Davay qoch. Qoch. Tarqal. Ketmaydi. Qo'ymayman ba'zi. Tak, nima bo'ldi ekan bizda? Yo'jik brat. Qochdingmi chiqib? Yana shu yerda bu kasal bo'lib qoldi shekilli-da-chi. Yo'jik, iloji bo'lsa ekan, qanisan, sen ko'rinmayapsan. Ha, bilmaydi. Endi seni olib ketsam-da, Latviyaga iloji bo'lsa ekan. Eng katta muammoni hal qildim. %10 zaryad qoladi. Non bilan non zo'r ketsa kerak. Да, братан, не поверишь, и здесь повезло. Вот земляк твой, американец, мой земляк. You're from USA, yeah? I guess Portland? Нормально все, не переживай. Слушай, отлично, я думаю, успеем, потому что у меня автобус 15:20 отъезжает. Где-то 1:30 я должен быть там, точнее 1:30, наверное. Если есть время, выходи на старый город. Я как раз подхожу туда. Слушай, скинь, пожалуйста, мне геолокацию. Я, походу, заблудился. Я в старом городе нахожусь. Вчера, ну, около вас тоже есть старый город, оказывается? Или я путаюсь? Абсолютно верно. Я возле старого города живу. Тут примерно 5 минут мне пройтись до Выборгсвялик, ну, до площади. Так что... Я... Нормально. Ассаламу алейкум. Нет, не наш. Нам 4. Плюс сегодня еще выходной, поэтому... Taksi chaqiryapti meni vokzalga. Хорошо, да. Ketaveraman peshkom. Yo tramvayda ketdik desam yo'q deydi. Shunchalik bo'lar-da. Сергей? Все, давай. Да было за что. Скажи привет всем. Привет. Xullas chiqish kerak ekan. Ramkalardan, zona komfortdan kichkina bo'lsa ham shunaqa mikro sayohatchalarga chiqib turish kerak ekan. Estoniyaga bo'lgan sayohatimiz tugab, Rigaga kelib oldik mana.